Biz har kuni go'sht yeymiz. Men hech qachon ko'rmaganman ota-onalarim uni sotib olganini. Bu menga umuman tinchlik bermasdi. Bugun tushlikda men chidolmadim va so'radim. Onam darhol menga qaradi va xonamga chiqarib oldi. Men yotardim, lekin uxla olmasdim. Ular mendan nimadir yashirayotgan edi. Shunda men jimgina otamning ishxonasiga kirdim. Men ustunning orqasida jimgina kutdim. Birozdan keyin mening dadam kirdi. Orqaga qarab jasadning yoniga yaqinlashdi. U paket oldi va pichoqni, keyin ishlashga tushdi. Men nafas ushlab turardim va birdaniga pastga qaychi tushdi. Men ehtiyot bo'lib oldim. U sezmaganda qochib qoldim. Men orqaga qaytayotganimda uning mashinasi birdaniga to'xtadi. U mashinaga o'tirishimni so'radi. Men mashinaga o'tirdim. Orqa o'rindiqda oq sumka bor edi. Men qo'limni uzatdim, lekin u tegmagin dedi. Uyga qaytib kelganimizda onam yugurib chiqdi va jahl bilan baqirdi. Nimaga men yolg'iz yurganimni so'radi va otam mashinadan nimadirni olib kelishini so'radi. Uning yuzi sirasi o'zgardi va o'sha kuni kechasi dasturxonda go'sht bor edi, lekin men undan bir bo'lak ham yeyolmadim. Birdaniga cho'ntagimdan qaychi tushdi. Men tezda uni olishga harakat qildim. Otam ham egildi. U menga qarab turardi va u sekingina qaychini ko'tarib oldi va u mendan buni qayerdan olganimni so'radi. Men ularga ko'chadan topib olganimni aytdim. U jimgina qaychini stol ustiga qo'ydi. Ushbu kinoni Ani Extra botida 448 kodi bilan tomosha qiling.